20 yil oldin kichkinaligimizda shu shirinlik rosa trend bo'lgan. Buni nomini hamma har xil nomlagan. Biz mishka derdik. Sizlar nima deb nomlagansizlar kommentga yozib keting. Bugun bir o'sha davrlarni eslaymiz. Uyimizda doim nima bayram bo'lsa, faqat shu mishka shirinligi qilinardi. Uni ham bo'lsa faqat o'zim qilardim. Chunki har doim nima retseptlar bo'lsa, kimdan bo'lsa ham so'rab, tanlab ko'rishga harakat qilardim. Mishka shirinligini birinchi bo'lib men opoqimdan o'rganganman. Opoqim bu ya'ni onamlarni o'sinlari. Chunki onam ishlardilar, shuning uchun yonimizda kim bo'lsa so'rab o'rganib tayyorlab ko'rishga harakat qilardim. Shu joyga e'tibor beringlar, qo'shuvda bezeni ko'tarib chiqib olmay ishishiga yordam beradi. Qo'shlarni ketma-ketlikda pishirib oldim. Yumshoq sariyog bilan varyoniy molokoni ko'proq mikser qilsangiz, shunaqa puh yengil krem tayyor bo'ladi. Sizga ham bolalikka eslatuvchi mishka shirinligini retsept kerak bo'lsa, kommentda 2 raqamini qoldiring va direktdan men yuborgan havola orqali yopiq Telegram kanalimga ulanib oling. Agar sizga o'zimizda qadimiy milliy retseptlar kerak bo'lsa, hamma retseptlar menda obuna bo'lib qo'ying. Sog'indim bugun yoshligim.